Xullas, bugun aqlli qiz bo'lib, voqeli turdim. Salonga bordim. Tadbirimiz bor edi. Tadbirga tayyorlanib, o'zi klassika kiyib chiqqan edim. Uydan chiqayotganimda havo yaxshi edi. Keyin yomg'ir yog'di. Keyin salondan chiqsam, qor yog'yordi. Shuning uchun keyin yaxshi ham mashinamda kiyimlar olib yuraman. Bugun biz erkanchi tadbirda bitta odam bilan ko'rishdik. Tadbirga borib kelib bo'ldim-da уже. Bitta odam bilan ko'rishdik. Kim bilan ko'rishganimni keyin aytaman. Rasmlar tayyor bo'lsa menga tashlashganda postga joylayman. Kim bilan ko'rishganimni bilib olasizlar. Xullas, yaxshi ham mashinamda kiyimlar olib yuraman. Shundan mashinamga chiqib, tez kiyimlar qarab, issiq kiyim oldim keyin. O'zi bugun klassika kiyib chiqdim. Zamish makasimalar kiyib oldim. Bir payt qarasam, qor yog'yordi. Mashinamda keyin etiklar qarab, kiyimlar qarab almashtirib oldim. Birdaniga qor yog'yordi.